Hurmatli biznesmen aka-ukalarim, hozir kelgan joyim. Maxim Gorkiga bittasidan o'pka, Salom choyxona orqasida 9 etajli, juda ham katta tushgan bahaybat domga kelganman. Birinchi etajda 360 kvadrat nijloyimiz bor, ikkinchi etajda 360 kvadrat nijloyimiz bor, uchinchi etajda 96, 95, 100 kvadratli 3 ta kvartiramiz bor. Podval qismimizda 4 ta mashinaga stoyankamiz bor. Bu ham sotuvda. Kirganimizda oldida fontan, mana aytib o'tganimdek katta bahaybatli maloshniy travetelniy 9 etajli domimiz. Aytib o'tganda yana to'g'ri kelganinglarda birinchi etajimizdagi 360 li nijloyimiz. Kirganda 360 kvadrat birinchi etajimiz va ikkinchi etajimiz ham bor. Kvartira bo'limimizga alohida rixoshkasi nijloydan tashqari. Liftimiz обязательно punktli sensorli. Liftdan chiqishimiz bilan koridor mramorniy toshli. Birinchi uyimiz, ikkinchi uyimiz, uchinchi uyimiz. 100 kvadratli. 100 kvadratligimizda fishkasi juda ham zo'r. Ucholovida 96, 95, 100 kvadrat. 100 kvadratimizda eng fishkasi domimizni oldiga qaratilgan mansardani tepasini bemalol plita bilan yotqizilgan, egalari tomonidan aytilyapti. Tuniga ponni olib tashlanadi, besatga qilib olasizlar, besatga alohida sizlarga bonus bo'ladi. 9-etajga chiqdik. Bitta ham qo'shni yo'q, bittagina eshik faqat o'zingizga yagona bo'ladi, 4 ta terrasa sizniki bo'ladi. O'ng tarafda 2 ta, chap tarafda 2 ta. Toshkentda 4 ta burchagini maza qilib tomosha qiladigan terrasalardan biri bo'ladi. Chap tarafimiz Maxim Gorkiga qaralgan tarafimiz. Ketdinariz. Bu ikkinchi terrasamiz mahalla tarafimizga qaratilgan. Bu tarafimiz, bu uchinchi terrasamiz Toshkent City, Yunusobod, Telebashni hammasi ko'rinadi. Maza qilib xohlasanglar bitta terrasani basseyn joylasanglar bo'ladi. Bitta xona, ikkita xona, 3 ta xona, 4 ta xona, 5 ta xona, 6 ta xona, 7 ta xona bemalol qilib olasizlar. Ko'rib turgan joyinglar 9 etajkani 9-etajda bo'ldi, 4 ta terrasali 430 kvadratga ega. Birinchi etajdagi nijloyimiz, ikkinchi etajdagi nijloyimiz, uchinchi etajdagi 96, 95, 100 kvadratli opisaniyada narx-navolar bor. Bunimiz ham narx-navosi. Opisaniyada lokatsiyamiz Telegram kanalida. Tezroq aloqaga chiqinglar, uyli bo'linglar, joyli bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshilikda ko'rishaylik.